Assalomu alaykum azizlar. Nasib Qashqadaryo kasb tuman Jeynovda 4-xonamiz tugatdik. Kuxni bu. 4 270 balandligi. 4 ta ava ishlatdik. 150 mingdan olingan. Kafirlarni 13 mingdan terib berdik. Mana nasib etsa farqi kuxni bo'ladi. Bugunlik plyuslarni qo'yib berdik. Dekor plus patalar bo'lgan. Ustalarimiz qilib ketishgan. Biz tiyaga qilib, aboy qilib Plintus ugonli hammasini chiroyli qilib o'tkazib berdik. Hozir kraska qilamiz. Shu bilan ishimiz yakunlanadi. Devorimiz 50 mingdan bo'ldi. Mehmonxona ham 7 uch bo'lgan, ki 2 ta xona lilon to'shab, o'sha shpaklab kraskasini qilib berganmiz. Bu kuxni bu. Fartik terilgan. Fartik. Bu yoqqa aboyimiz kerak emas, mebel bo'ladi deyishdi. Shuning uchun shu qoldirdik. Va mana bu yoqlarni qilib berdik. 150 mingdan 4 ta lilon olingan. Uydagilar o'zlari olib kelishgan ekan. Yoqqa mana shu seriya svit, ham mebel ham seriya svit bo'lagan. Stiklar zo'r keladi 150 mingdan. Chiroyli zo'ra bo'yicha. Super mosh Xitoy abobi, mana yuvib olaversa bo'laveradi. Ugonlilarni ham qilib, mana plintus hammasini qilib o'z kraska qilamiz, shuni yakunlanadi. Bu podval bu 2 metr bo'sh qurligi. Shoshxona ichidan podval qilingan. Partikchamiz ham mana shunaqa tanlandi. Kuzatib boringlar, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikrlar bo'lsa yozaverasizlar. Bemalol Instagramga o'tib qo'yinglar. Hurmatli yo'l oxirida sizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, har kuni video chiqarib boraveramiz sizlar uchun. Nima qiziq bo'lsa kommentarda yozinglar, qolib ketgan bo'lsa savollarga javob beramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar faqat. Sabab boshqalar ko'radi va shu foydali bo'ladi. 23-aprel 2026 yil sanamiz. Необычный zo'ra bo'ychalarda atashenta fason berilgan. To'g'lanadi asoshinalari. Kuzatib boringlar, topganlaringizga Alloh barak bersin. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.